Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Xudo xolasa Farg'onadagi yangi obyektimizda xudo xolasa ishlarni bitirib, Farg'onadagi uchastkamizga eshiklarimizni xudo xolasa o'rnatib topshirib berdik. Nima ishlar bo'lgan, qanaqa eshiklar qo'yilgan va batafsil ichkarini ko'ramiz. Ko'rishimiz 2 etajli uy bo'lgan. Zalga 1,5 tabaqali eshik qo'yib berdik. Kuxnaga 1 tabaqali, yigirmaga to'qsonli eshikdan bo'ldi. Nolasi ochilib yopilishlari ideal holatda daburlar bilan chiroyli qilib qo'yib berdik. Zamonlarimizdan yaxshisidan xohlasa pastda 4 ta eshik qo'ydik. Tepa qismiga 6 ta eshik qo'yib berganmiz. Tepa qismlarini ham ko'rsatib o'taman akalar. Ishlarimiz xudo xolasa chiroyli holatda. Ikkinchi etajimiz ham ichki qismlarida hammasi daburlari bor. Tomonlarimizga mana ideal holatda sapajik pechenni siqib berdik. Diagonalda obnalichkalarimiz 45 gradusga chiroyli qilib kesib, siylarini o'qib berdik. Xo'p, sanuzelimizga ham orqa taraflarni dabor qilib olganmiz. Hamma joyini ochib yopilishlari ideal holatda. Eski spaniyamizga mana bitta eshik qo'yib berganmiz. Xullas, ishlarimizni topshirdik aka-ukalar. Sizlarga ham shunaqa sifatli eshiklar kerak bo'lsa, bemalol ekranga nomerlar qo'yib qo'yganmiz. Aloqaga chiqishingiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz aka-ukalar. Ishlarimiz ma'qul kelgan bo'lsa, bitta like bosib, obunani bosib qo'yishni unutmaysizlar. Salomat bo'lasizlar.